Yo'q, hammaga salom do'stlar. Hammaga salom do'stlar. Yani sizlar bilan do'stlar Scorpion. Do'stlar, bugun kontrda yaxshi o'ynashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib shu West kartasiga o'zingiz yoqtirgan kartaga kirib olamiz. Nima tanlaymiz? Zal tanlaymiz. Qiladi-da. Keyin birinchi bo'lib yaxshi o'ynash uchun upravlение tuzib olish kerak do'stlar. Birinchi upravlение tuzish uchun настройкаga upravlение agarda ruscha bo'lsa, mana shu настройка belgisi bo'lganga turib, mana shu yerga kirasiz va настройка knopka. Mana joysticklarni bunday pastga tushirib, to'g'rilab olasiz. Sakaydigan to'g'rilab. Mana shunaqa keyin yaxshi kontor o'ynash uchun, yaxshi o'ynash uchun bizga telefoninglar qotmasligi kerak, pamyati yaxshi bo'lishi kerak, plus yaxshi telefon bo'lishi kerak. Bunaqa qotadigan telefon bo'lsa o'ynayolmaysizlar do'stlar. Bugun bittasi bilan o'ynab ko'rdim, telefoni qotadi. Bir ham shot ololmadi do'stlar. O'shanga shu normalniy qotmaydigan telefon olishni maslahat beraman. Agarda uncha pulinglar bo'lmasa, qotmaydigan telefonga pulinglar bo'lmasa, telefoninglarning pamyatini tozalab yuringlar do'stlar. Shunda telefoninglar qotmaydi. Sizlar birinchi bo'lib kirgandan kuchli guruhlar bilan o'ynamasliklaringiz kerak do'stlar. Birinchi bo'lib shu botlar bilan o'ynashingiz kerak. Keyin mana shu telefoningiz grafikasi yaxshi bo'lsa, mana shunaqa soyalarni ham ko'rsatib beradi. Mana shunaqa nimada qo'yibmanda, ekstremda. Mana siz boshda kirganingizda do'stlar, mana lehko degani bor. Mana o'zi lehkoda turadi. Mana shu lehkoga qilasiz, keyin звукni to'g'rilasangiz bo'ladi. Mana realni uronni yoqib qo'yasizlar. Mana unaqa qon chiqadi shekilli do'stlar. Esimda yo'q, men ham ko'p vaqt bo'ldi kontor o'ynamadim. Do'stlar, kontorni cheatda o'ynaydigan bolalarga bitta gapim bor. Kontorni cheatda o'ynamanglar do'stlar, unda o'ynashni o'rganmaysizlar. Faqat tepaga uchasiz, avtomatik otasiz, o'shanaqa bo'lib ketadi. Keyin sizni o'rtoqlaringiz cheat, bot deydida bahona qiladi. Bahona qilgandan keyin siz nima qilasizda, oddiy kontor o'tirasiz, o'ynolmaysiz oddiy kontor. Nimaga deganda siz cheat bilan o'ynagansiz, unaqa o'ynashni bilmaysiz yaxshi. Shuning uchun nima qilinglar do'stlar? Birinchi boshlaganda oddiy kontor o'tiringlar Play Marketda. Mana headshot ko'rdingizda, 240. Настройкаga kirganda lehko turadi. Keyin do'stlar bo'sh vaqtinglarda hech bo'lmasa 1 soatdan trenirovka qilinglar. Mana shu botlarga qarshi o'ynaysiz. Keyin o'shanaqa trenirovka qilasiz. Keyin do'stlar mana u lehkoni normalniga o'tirib o'ynaysiz. Mana yigirma normalniga o'tirib o'ynaysiz. Hozir o'ynab ko'rsataman. Bunda oddiy bot emas, salgina kuchliroq bot, ya'ni bot nomli, lekin salgina kuchliroq qo'shtirnoq ichida. Salgina kuchliroq, juda kuchli emas. Endi ozgina kuchliroq bot bilan o'ynaysiz. Shuning uchun do'stlar, shu birinchi lehkiy, keyin normalniy, keyin shunaqa ekspert, mana yuribdi. Ko'zingizdan bir joyda turmaydi-da bu. Liboy avtomatda yuradi bu. Bir joyda turadigan qilib настройкаdan ham to'g'rilasalar bo'ladi. Faqat bir joyda turadi, lekin sizni pritsellab ota oladi. Mana ko'rdingizmi? Mana shunaqa headshot berish, ana har xil orij oladi-da bu, har xil orij. Keyin mana shu normalniyni Tiageloga o'tirasiz, salgina keyin. Endi shu bot o'ynamaydi buni.
Bot lekin kuchliroq. O'ta kuchli bot. Va Lexkodan ham kuchli, normalnidan ham kuchli bot o'ynaydi. Shu qochib o'ynaydi, gizlanib, berkinib, shu har joylarda krisa beradi. Shu yerlarda bu yerga chiqmaydi, lekin hech qaysi anaqa botlar chiqmaydi. Faqat mana shu yerda yurishadi. Shipper bor, yuradigan joylarni yodlab qo'ysangiz yaxshi bo'ladi, do'stlar. Yuradigan joylarni yodlab qo'ysangiz, ularni botlarni o'ldirish yaxshi bo'ladi. Keyin mana Lokidan ekspert o'tirasiz, nichiyani bosasiz. Mana uni bosasiz. Novi raundni bosmaysiz. O'tmaydi, keyingi raundga o'tadi. O'shanaqa hozir ekspertda o'ynab ko'ramiz. Do'stlar, qanaqa bo'lishini ko'rsataman. Siz Lexkoda, birinchi Lexkoda o'zi agarda ana ko'rsam do'stlar, o'sha sakrashim bilan men otachaqman. Bunga ko'ra fora berib o'ynab turganim yo'q. Mana men yutyapman, ikkita shot oldi. Boya bitta shot jajemladi. Ko'rdingizlarmi? Keyin mana unda yozishingizlar bo'ladi. Ozmini stop qilib turing. Bo'ldi. Yozishingizlar bo'ladi, nima gap deb. Ina shu komandalar bilan, ya'ni dushmanlar bilan yozsalar bo'ladi. Ina unda chiqib turibdi. Kim nikizni ham ko'rsataman, mana Scorpion yozdi deb ko'rsatdi. Mana nima gap? U orqasida Scorpion. O'shanaqa. Keyin sizlar Lokiga mana Loki mana botni 32 qilasizlar. Mana g'o'k siz bo'lasiz. Siz g'o'k bo'lasiz. Mana shuni 0% qilib qo'yasiz. Hozirdan. Mana siz 32 ta botga qarshi o'ynaysiz. Ana bitta bot. Mana keldilar 32 tasi. Mana shunaqa qilib 32 tasiga boshda mana har tarafda otadilar krisalar. Mana короче, любой оружиеda o'ynaydi. O'ldirib ketishadi. Mana shunaqa qilib ekspertda o'ynasangiz, nima bo'lishini ko'ramiz. Juda kuchli o'ynashadi. O'zi chiqdingizmi, sizni ko'rdim, o'zi o'lasizda. Hamma avem oladi, ko'pchilik avem oladida, o'sha avemda o'tiradiganlar. Ayniqsa bir joyda bo'ldi, darpamaydi. Men hozir ko'rsataman mana. Hozir bu yerdan chiqadi bir ikkitasi. Mana aytdim, mana ko'rsam, o'zi otadilar. Hammaga xayr do'stlar. Bugungi video shu haqda bo'ldi do'stlar. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.